Hop, hammaga assalomu alaykum. 18-noyabr. Hop, Food City'damiz. Aka lekin inshaalloh Eron apelsinluji kiribdi. Aka, o'rmang, assalomu alaykum. Qalaysiz? Yaxshimisiz? Sizimiz charchamayapsizmi aka? Nech puldan aka? 15 ming aka. 15 ming so'm. Hop, kalibri qanaqa aka? Kalibri zo'rmi? Bismillah, deb chiqiguvchi qani. Pichoq bormi? Beringlar pichoq. Bor ekan, men chiqardim pichoq. Bor ekan. Hop. Hop, Eron apelsin bo'ladi. Aka lekin inshaalloh 2025-yil. Hop, ko'rishingiz mumkin. Juda ham zo'r. Gap yo'q. So'kki bobagan. Oxiri nech puldan berasiz? Oxiri nech pul? 15 ming so'm bo'ladiganini gapiring aka. Ha, sizga. Misol uchun 1 palet, 2 palet olinsa nech puldan bo'ladi? 500 so'm silab beraman. 14,5 ming. Shunaqa deydi, to'g'rimi? Kalibri sredniy ekan-a? Yo'q, sredniy emas, yirik. Yirik ekan-a? Yo'q, yirik emas-da bu aka, bu kalibr sredniy ekan. Yaxshi ekan lekin, 6 kalibr ekan. 6 mi nechidir? Zo'r ekan, gap yo'q. Buni mazasini yeb ko'rmadim, hozir bundan siqib ham ko'rdim. Yeb ko'ringlar. Qani. Voh! Zo'r ekanmi? Ha, kisli ekan. Zo'r ekan. Hop, ko'rishingiz mumkin, juda ham zo'r, xudo xolasa 18-noyabr kuniga Food City'da 14500 so'mdan aka lekin inshaalloh meni do'konimdan kelib kiloga hop. Hop, yashiga 16 mingdan olasizlar, kiloga 17 mingdan olasizlar. Xudo xolasa kelaveringlar bemalol 19-noyabr kuni. Kelishtirib berasiz, xullas. Like bosib tarqatib qo'ying, charchamanglar.